Assalomu alaykum hurmatli bog'bonlar. Liderlarni bitta ham qo'ymay kesib, mana bir qarish ko'proq qo'yib, hammasini kesib tashlaganman. Vanderkot o'riladi, 4 yosh, 5 yoshli o'riladi. Nimaga? Bu yilni birinchidan pasaytirdim. Ikkinchidan bu qanaqa holatda hosil beradi? Mana shunaqa yoyilib o'sadi bu. Uzun holatlarda meva soladi mana. Kecha suspensiyadagi ancha yana mana shira hasharotlarga qarshi suspensiya qildim. Bugun yashnab turishibdi. Ichkari ham mana shu holat bo'lgan. Kesib tashlaganman. Mana o'sha aprelda qilganman. Mana bugun 13-may. 13-mayda mana xudo xolasa kelasi yilga hosil beradigan oldilari tikka holatda ketdi. Endi bularni seriyalashtirish fevral oyiga qoladi. Avgust oyida ham bir qator qaychilaymiz. Qolgani endi asosiy kesishlar o'tib bo'ldi. Qolgan qisman kesishlar fevral oyiga qoladi. Bu tomonda ham shu holatda. Lekin mana bu tomonda liderlarni qoldirganmiz. Tepa yuqori liderlarni, yon shoxlarni qoldirganmiz. Mana yon shoxlar o'sib 40 sm, yarim metrgacha o'syapti inshaalloh. Bu mevali kurtaklari, oldidagi kurtaklar, mevali kurtaklar o'sib chiqadi va biz mana ichkari qaraganini xudo xolasa serialashtiramiz. Hozir emas, lekin avgustda serialashtiramiz. Shunaqa qilib ichkari shoxini olamiz. Ichkarini olamiz va mana bular hammasi tashqariga chiqadi. Shunda mana shu holatga kelib, mana shunaqa nog'da beradi. Mana shu joyda tashqari qarab nog'da beradi inshaalloh. Yangicha kesish. Chet el mutaxassislarning videolarini ko'rib o'rgandim. Xudo xolasa agar effektivlik zo'r bo'lsa, mevalar yirik holatda bo'ladigan bo'lsa, mana serialashtirishga qulay holatda bo'ladigan bo'lsa, buni to'liq noldan boshlab videolarni qo'yaman. Vanderkot so'raganlar uchun qisman o'zini changlatadi, lekin changlatuvchi qo'yish kerak deyishadi. Orange Ruby changlatadi. Hosildorligi biz meva serialashtirmaganmiz. O'zimizga bo'lgani uchun meva serialashtirilmagan. Mana hosil uzoq rakursdan ham hosildorlik. Hosil 5 yoshli daraxt yerdan turib bemalol terim qila olsa bo'ladi. Qo'shgan narsa kerak emas. Bu ham shu holatda yerdan turib bu o'sha liderlargacha kesilgan holati, mana liderlargacha to'liq kesib tashalgan. Bu tomonda lider qo'yganmiz va kelasi yilga o'sadigan novdalarni ham qo'yganmiz. Mana shular ham 3 kaltalanmagan, mana shu holatda qoldirdik mana. Kelasi yil mana shu turgan holatda hosil meva beradi. Biz bu yerda bitta lider qo'yish uchun bittasini kalta kessak, mana shu yerdan yana o'sib chiqib lider davom etadi. Bular birinchi yavrusda hosil beraveradi. Ichkariga quyosh olib kirish uchun qisman kesib qo'yiladi. Hosildorlik hamma joyda zo'r bo'lyapti. Zo'r ilada. Hosildorligi va ichkari quyosh tushishi. To'liqroq quyosh tushishi uchun ichkarini fonni kesib tashlaganmiz. Shox ko'payapti inshaalloh. Avgustda yana kesiladi va kamayadi bular. Hammaga rahmat.